Алгебра, геометрия, әкесі матемнің. Молодец, красавчик, сен мені меңгердің. Шіркін, мынау математика тойының. Oturduğumuz açık dersimiz başlanaydı. Mana bugün o'tadigan temamiz 4 burchaklar va 3 burchaklarning yuzi degan katta mavzu. Shundan bugun o'tadigan maqsadimiz 3 burchaklarning yuzining topish. Ana shu topishga doir masalalar yechishimiz kerak. Yangi temalar qo'yilgan. Ana bugun bizlar hozir uyga vazifa so'rash maqsadida sizlarga tez chaqqan ishlaydigan, chaqqan javob beradigan savollarni ishlaymiz. Nechta uchi bor? 3 ta uchi bor. 3 burchak uchidan chiqib, qarshidagi tomonga to'g'ri chiziq nima? Balandlik. To'g'ri, balandlik. Keyingisi 3 burchakning nechta balandligi bor? 3 ta. Shundaqmi? 5 ta. Yo'q, nechta? 3 ta. Keyin 3 burchakning uchidan chiqib, shu burchakning teng ikki qismga bo'linishga siz sektorisa. 3 burchakning nechta sektorisasi bor? 3 ta deganlar to'g'ri. Keyingisi 3 burchak uchidan chiqib, qarshidagi tomonni teng ikki qismga bo'linishga mediana bor. Mediana kim vaqtda 3 burchakningki nechta turi bor? 3 burchakning masalaga yana savol beray. 3 burchakning tomoniga qarab nechta turi bor? 3. Endi qanday burchaklar bor? Burchak teng to'g'ri burchakning 3 burchak keyin ixtiyoriy 3 burchak yaxshi. Yana qanday 3 burchak bor? Teng yonli to'g'ri burchakli 3 burchak bormi? Bor. To'g'ri, birini topmadim. Buralar to'pdi. Ismiga qarab o'zini topaslardan hozir 2 guruh o'quvchilari maktabda formula qo'yib qo'yganmiz. To'ppa shu formulalarni axborot magnet orqali moslashtirib joylaysiz. 1, 2, 3 boshqa joylaymiz. 2 to'pni nana? Pifagor to'pi, mana Gerol to'pi. Параллелограмм деген, трапеция деген фигураларында бар. Фалес деген, Пифагор деген теоремаларында бар. Синус пенен, косинус пенен функцияларында бар. Алағайын математик болыңдар. Доде, гекса, ромба, y, абсцисса, ордината, параллель, альфа, бета, гамма, 3 бұрыш, 4 бұрыш, көп бұрыш фигура, функция, параллель, y, жерне, гекса. Ixtiyoriy 3 burchakning yuzini topish formulasi. Mana to'g'ri. Mana nimaning formulasi? Nutibdimi ikki er? Bu 3 burchakga. Ha, 3 burchakka tashqi chizilgan aylanan radius bilan bog'langanda ixtiyoriy 3 burchakka joylasanlar olar edi mana. Xohlagan 3 burchakka joylasanlar bo'ladi. Yana mana to'g'ri. Yana bu ham to'g'ri. To'g'ri. Ana ular qayerga boradi? 3 burchakka. Qaysi burchakka? Bu qayerga boradi? O'shanda aylanib boradi, Makka keladi. Xatamani ko'raysizlarmi? Bu yerga keladi. Mana bu ham ixtiyoriy 3 burchak uchun ichki va tashqi chizilgan 3 burchaklar uchun ichki va mana bunga keladi, 3 burchakka keladi. Mana endi qarang, Boshqa 3 burchak va yana 3 ta tomon. Javobi qo'shilib yashaydi amon. Xo'p, shuning uchun hamma turini ko'rsatdimmi ana qizlar? Xo'p, ko'rsatamiz. Aha. Okay? Xo'p. Yana qanday shunchak bor? Xo'p. Yana to'g'ri. Mana ko'rsatamiz. Bo'ldi. 4 burchak yapamiz.
Hop, qandaq to'rt burchak? To'g'ri to'rt burchak elib joylanglar. Keyin yana joylaymiz, ayiramiz. Kvadratniki. Qandaq to'rt kvadratning hamma tomoni? Teng. Hamma burchagi qanday? Teng joylaymiz. Keyingi to'rt burchakni joylaymiz, qaraysizlar. Qandaq to'rt burchak? Romb hamma tomoni qanday? Teng. Bo'ldi. Yaxshi. Алгебра, геометрия, әкесі матемнің. Молодец, красавчик, сен мені меңгердің. Шіркін, мынау математика тойының құттықтауға келіп тұрған әлем. Параллелограмм деген, трапеция деген фигураларында бар. Фалес деген, пифагор деген теоремаларында бар. Синус пенен, косинус пенен функцияларында бар. Алағайын математик болыңдар. Доде, гекса, ромба, y, x, абсцисса, ордината, параллель, альфа, бета, гамма, үшбұрыш, төртбұрыш, көпбұрыш, фигура, функция, параллель, y жеріне гекса. Кезекші далада ешкім жүрген жоқ ба? Пардон, навитон, тез есікті құлта. Математикас қор болар, жағдайы менің жоқ. Ән айтайын, тойшылдыйым жұртқа. Параллелограмм деген, трапеция деген фигураларында бар. Фалес деген, пифагор деген теоремаларында бар. Синус пенен, косинус пенен функцияларында бар. Алағайын математик болыңдар. Алгебра, геометрия, әкесі матемнің. Молодец, красавчик, сен мені меңгердің. Шіркін, мынау математика тойының құттықтауға келіп тұрған әлем. Параллелограмм деген, трапеция деген фигураларында бар. Фалес деген, пифагор деген теоремаларында бар. Синус пенен, косинус пенен функцияларында бар. Алағайын математик болыңдар. Доде, гекса, ромба, y, x, абсцисса, ордината, параллель, альфа, бета, гамма, үшбұрыш, төртбұрыш, көпбұрыш, фигура, функция, параллель, y жеріне гекса. Кезекші далада ешкім жүрген жоқ ба? Пардон, навитон, тез есікті құлта. Математикас қор болар, жағдайы менің жоқ. Ән айтайын, тойшылдыйым жұртқа. Параллелограмм деген, трапеция деген фигураларында бар. Фалес деген, пифагор деген теоремаларында бар. Синус пен... Tamam qancha chiqadi? 15. Katta yapışkan tamam 9. Katta hipotenuzaga yapışkan tamam 144. 13. Xata. Hipotenuza shunda 12 chiqib, bu yerda 15 chiqqanmi bu? Qayerda xatomiz bor? Mana ikkisi o'rnashmaydi. Xatolarni ko'raysizlarmi? To'g'rilaysizlarmi, to'g'rilab beraylar. Bular 256, 16, 420, 12 bor edi sizda. Yuzasi qancha chiqadi? Ha, mayli. Mana 5 chiqmaydi.
Doğru. 115. Dersimiz shundan iborat. Sizlar hozir uchburchakning yuziga topishga doir misollar yechib o'rgandinglar. Har xil mana shu kvadratlar, sehrli kvadratlardan figuralar yechib o'rgandinglar. Kvadratni kesib ishlaganman. Mana boyagi yig'anlarni. Bir kvadratni kesib 8 bo'lakka bo'lib, parallelogram yasamoq bo'ladi. Yana trapetsiyani turini yasamoq bo'ladi. Men faqat sizlarga 3 turli yerda o'rgatdim. Parallelogram qo'shmoqchi edim. Unga 4-sini ishlashni tayyorladim. Mana bu yaxshi. Darsda qatnashganlar zo'r, yomon emas. Bundan keyin darsga bo'shashmay, boya formula joylagan taqdirlarga yo'l qo'ydinglar. Jinoyatdan o'xshi sizlarga nima beriladi? Demakki, hozir sizlar onun arkasıga o'zimdanki fikringlarni, bugun dars qanday o'tdi deganimda fikringlarni yozasizlar. Алгебра, геометрия, әкесі матемнің. Молодец, красавчик, сен мені меңгердің. Шіркін, мынау математика тойының құттықтауға келіп тұрған әлем. Параллелограмм деген, трапеция деген фигураларым да бар. Фалес деген, Пифагор деген теоремаларым да бар. Синус пенен, косинус пенен функцияларым да бар. Алағайын математик болыңдар. Доде, гекса, ромба, y, x.